Bugun asos andazasini chizishni o'rganamiz. Bu tikuvchilikda kerak bo'ladigan eng birinchi o'rinda ishlatiladigan andaza. Bizga hozir birinchi o'rinda orqa kenglik kerak bo'ladi. Orqa kenglikni teng yarmini o'lchaymiz. 19 qilamiz. Mana pastga qarab 23 chizib olamiz. 23 har doimgi standart 42 dan bo'lgan 52 razmergacha bo'lgan razmerlarda 23 tushiladi. 38, 40, 42 da 20 tushiladi. Bu bizda standart razmer bo'lgani uchun hozirgi hadovoy shuning uchun 23 tushamiz. 52 dan yuqori уже balshemerka hisoblanadi. Unda уже sal ko'proq tushiladi. Mana hozir bu andazamizda 23 tushib oldik. Endi ko'krak uzunligini olamiz. Ko'krak uzunligimiz 26. Endi oralig'ini o'lchaymiz. Oralig'i 16. 16 ni teng yarmini o'lchaymiz. 16 ni teng yarmi 8. Mana 8 o'lchadik. Yelkadan pastga qarab 13 sm pastga tushib olamiz. Mana 13 sm tushib olamiz va ko'krak uchi uzunligimiz bilan birlashtirib olamiz. Xuddi shu yerdan tochkamizni belgilab olib, mana belgilab 3 sm qiya qilib ochib olamiz va именно o'sha tochkani belgilab olamiz va chiziq tortamiz. Mana vitichkamizni topib oldik, ko'krak aylanasini. Endi bo'yin aylanasini chizib olamiz. 6,5 ga 7,5 o'lchaymiz. Mana yelkadan 1 sm pastga tushamiz. Yelkani chiqaramiz chizib. Endi belimizni topib olamiz. Belgacha bo'lgan uzunligimizni 41, yelkadan pastga qarab 41 tushamiz. Mana o'lchab chizib oldik. Endi ko'krak vitichkasi bilan tutashtiramiz. Va bo'ksagacha olib tushamiz vitichkani. Bel vitichkalarimizdan topib olamiz. 1,5 sm dan o'lchaymiz. 1,5 norma hisoblanadi. Mana vitichkalarni chizib olamiz. Endi ko'krak oralig'ini topib olamiz. Ko'krak oralig'imiz 96. 96 ni 4 ga bo'lamiz. 96 ni 4 ga bo'lsak 24 bo'ladi. 24 ga 2 sm qo'shamiz. 26 bo'ladi. Ikki santimetr nimaga qo'shyapman? Men har doim andaza bichayotganda yonidagi chok haqqini qo'shib o'lchayman. O'shani hisobiga 2 sm qo'shaman. Mana vitichkaga kelgan joyiga sekin to'g'rilab surib, bu yog'ini ham xuddi shunaqa chizib olasizlar. O'lchab. Mana qo'ltiq o'yindimiz tayyor bo'ldi. Endi belini chiqaramiz. Belimizni 78 ni 4 ga bo'lamiz. Unga ham plus 2 sm chok haqqi qo'shamiz. 19,5 bo'lsa 21,5 bo'ladi belimiz. 21,5 o'lchaymiz. Bu yerda ham vitichkalarni chiqarib olamiz. Mana 21. Vitichkamiz qattiq kelyapti. O'shani sekin surib olamiz. Chiqarib olamiz. Mana belimizni chiqarib oldik.
Endi qo'ltiq o'yinchisi bilan tutashtiramiz. Endi bo'ksani topib olamiz. Bo'ksa aylanamiz 110. 110 ni xuddi shunaqa to'rtga bo'lamiz va yana 2 sm qo'shamiz. yigirma 28, 29 sm bo'ladi. Bo'ksa aylanamiz. Uni ham o'lchab chizib olamiz. Mana hammasini o'lchab yozib qo'ydim. Xuddi shu usulda boshqa razmerlarni ham xuddi shunaqa andaza qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarga bir misol sifatida keltirilyapti. Ko'krak aylana, bel aylana hammasini o'zingizlar olgan razmeringlar bo'yicha ishlaysizlar. Mana bo'ksani ham tutashtirib oldik. Mana oldi andazamiz tayyor bo'ldi.